Omonatingni topshiradigan kunim yaqinlashyapti. Bir o'tinchim bor. Uni mendan keyin ham asragin, mendan keyin ham uni panohingda saqlagin. Uni kim duo qiladi mendan keyin? Hech kim uni duo qilmaydi. U o'zini o'zi duo qilmaydi. Ya Rabbim, men onaman. Onalarning duosi rad etilmaskan. Men bundayligiga ishonaman. Bu misralar. Varaqla en so'ngiga kel. Arang o'qiladigan tushunarsiz yozuvlar. Qalam qog'ozga bir joyda zo'rg'a bosilgan, bir joyda zo'rlab bosilgan. Ya Rabbim, ketyapman. O'g'lim yolg'iz qoladi. Lekin yolg'iz qolayotganini bilmaydi. Chunki u mensiz ham yashay olaman deb o'ylaydi. Balki haqdir. Balki mensiz ham yashar. Men ketganda farishtalaringni yubor. Uni asra, uni avayla. Bu eng so'nggi o'tinchim, iltimosim. Allohim ijobat qilgin. Boshqa hech narsa xohlamayman. Odam u daftarni o'qir ekan, tiz cho'kib. Tamom bo'ldi. U daftarni endi ko'ksiga bossinmi, boshiga qo'ysinmi, quchoqlab yig'lasinmi? Yelkalari silkinib xo'ngrasinmi? Opasi xonaga kirib keldi. Uni bu ahvolda ko'rib nima bo'ldi? Odam gapira olmadi. Daftarni opasiga uzatdi. Opasi ham bir necha sahifa o'qidi. U ham yig'lashni boshladi. Opa-uka onalarining yotog'ini yonida tiz cho'kkancha yig'lashardi. Va oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin odam gapirishni boshladi. Opajon dedi. Onam har kecha men uchun